Assalomu alaykum hammaga, Tuning Uzum kanalidan okalar 10X avtomobiliga TQ 48 talik va TQ H7 18 talik letimizni ko'rsangiz, ob'yomi babichka bo'lib chiqadi, o'rtaga ham tushadi buniki. Ob'yomi juda katta bo'ladi. Xo'p, blижнийda $80, дальнийda $30 turibdi. Ustunovka nastroykamiz 450 ming so'm bo'ladi. Ob'yomi katta bo'ladi. Bu холодный emas, чисто белый, ya'ni toza oq deyiladi. Tubankasi bilan почти bir xil bo'lib turadi rangi. Mana bunaqa yoritishi ideal bo'ladi okalar. Yana takrorlab o'taman. Blижний $80, xolasizlar olib ketaverasizlar, optimga ham qilib beramiz. Dальныйsi $30, uni ham optimga qilib beramiz. Muammosi yo'q. Ustunovka nastroykamiz 450 ming so'm. Nimaga 450 ming so'm? Bular yechib nastroykalar qilinadi, ya'ni o'rtada qora dog' bo'lmasligi uchun mana bunaqa qora dog' bo'lib qoladi. Palasi tushib qoladi. Ko'pchilik biladi. Oldi ham ravnomerliroq chiqadi, lekin mana bu oldida ozgincha dog' bo'ladi. Lekin yoritish bo'yicha xudo xolisa muammo bo'lmaydi. Okalar, professional ledlar kimga kerak bo'lsa, led tuningga va TQga murojaat qilaverasizlar.